Oradan asrlar o'tsa-da, Ibn Sino bobomizning tibbiyotga oid asarlari dunyo olimlari tomonidan hamon chuqur o'rganilmoqda. Buxoroda o'tkazilgan 14-xalqaro anjumanda ham akademik hamda bir guruh olimlar ishtirok etishdi. Jarayonlar bilan batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. Hindistonda Ibn Sino akademiyasi asoschisi professor Hakim Ziyed Zillur Rahman mehnat faoliyatining 50 yilini Ibn Sino va uning boy merosini o'rganishga bag'ishlagan. U ana shu uzoq yillik ilmiy izlanishlarni Buxorodagi anjumanda boshqa olimlar bilan o'rtoqlashdi. Ibn Sino va uning ilmiy merosi tadqiqotiga bag'ishlangan 64 ta kitob chiqarganman. Hindistondagi Ibn Sino akademiyasi huzurida bitta kutubxona va muzey mavjud bo'lib, bu yerda olimning tibb ilmiga oid qo'lyozmalari saqlanadi. Ushbu nufuzli konferensiyada 6-marta ishtirok etyapman va 50 yillik faoliyatim davomida to'plagan bilim va tajribalarimni o'rtoqlashib, yana yangi ma'lumotlarga ega bo'lmoqchiman. Ibn Sino o'qishlari doirasida qator xalqaro forumlar, anjumanlar, davra suhbatlari, mavzuli ko'rgazmalar o'tkazildi. Ushbu tadbirda Pokiston, Hindiston, Eron, Qozog'iston, Xitoy, Koreya, Qirg'iziston, Rossiya kabi davlatlardan 30 dan ortiq ilmiy mutaxassis offlayn va onlayn tarzda ishtirok etdi. Shuningdek, bu yil anjumanda ilk bor 29 nafar o'zbekistonlik akademiklar qatnashdi. İlk bor xalqaro Ibn Sino o'qishlari davlat dasturi doirasida o'tkazilmoqda. Bu tadbirlarda Ibn Sino shunos olimlarni asosiy vazifasi bu merosni o'rganish, rivojlantirish va kelajakka yetkazish. Anjuman doirasida buyuk alloma merosini o'rganish va yanada barqarorligini ta'minlashda xizmat qilib kelayotgan bir guruh ishtirokchilar Ibn Sino faxriy mukofoti bilan taqdirlandi.